Assalamualaikum hurmatli yurtdoshlar. Bugun 10-iyun bugun Xudo xolasa. Biz shunday bir ko'rsatib o'tibmiz. Endi oqshom o'tgangan bugun Xudo xolasa yo'lga chiqarib ko'rsatib o'tamiz. Salomlar so'rab turibdim. Videosini ham chiqaracakmiz. Turgan yerimiz hozir mashinalar ketib o'tirgan buyog'imiz Urganch Raycenter. Urganch tumani ham boshimiz. Buyog'imiz Shovotga qarab ketadigan yo'l. Shovot Urganch yo'li bu yo'l. Shovot Urganch yo'li Raycenterdan 11-kilometr. Hozirgi turgan yerimiz oyoq ko'rman 4 yo'li bu. Parchez deb ham aytiladi. Mana shu yerda turibmiz biz hozir. Voy bizning mahalla gezarimiz bu. Kechda ko'p bo'ladigan yerimiz. Dükkan, çayxana, başka hizmetlerden hamma o'zi bor. Endi Rabekani o'zi 4 kilovatli motor qo'yilgan. 4 kilovatli motor qo'yilgan, shunday ahvolda bu. Ko'rinishga olib kelingan. Eng so'nggi variantda qilib turgan vajamiz bu narsani 3 yildan beri uzatib turibmiz, xalq talabına qarab chiqarib turibmiz buni. Hammacha bor. Volt metri meni o'zimda. Motorni o'zimda, ko'chada avtomatlari boshqa bajarilmas qo'yilgan. Mana shunday vaj bu ko'rinish. Bunda telefon nomer 93 759 35 31. Şu nomerga bemalol telefon qilaverasizlar. Yo'lda bo'yi bo'yicha avvalda sal bo'lishi mumkin, shum boshqa bo'lishi mumkin, elashtiringizlar. Shunday ma'lumotlar, shunday videolar chiqarib boramiz. Undan Xudo xolasa uyga qolib borib, so'nggi videolarda ishlatib ham ko'rsataveramiz Xudo xolasa. Hozircha shu video yoqqan bo'lsa, loyiq bo'lsa, like'larni bosinglar. Yine ayağımız 4 yol inşine. Gözümüzde ayak görmenin 4 yol inşine. Svetofor. Şu yoldan barladı bize düğe. Şu yoldan barıp müştege şu ağayını cahına çok şükürden hep yapırladı. Ahırdan ikinci cahın şu kabarladı. Hem de katta rahmet. Selamünaleyküm. Ben Mahsum oldu. Özbekistan. Allah kahretsin.